Ayollar dam oladigan asosiy 3 ta joy. Uchinchisi aynan siz uchun. Birinchisi chorna kassa, qisqasi g'iybat time. Ikkinchisi esa o'zini sevuvchilar uchun shopping. Uchinchisi esa o'zlarini sevuvchi ayollarimiz uchun. Bu yerda sizdan hech kim ovqat tayyormi deb so'ramaydi. Faqat tinchlik, yoqimli atmosfera va ajoyib massajli qo'llar. Dam olish gunoh emas, aksincha bu zarurat. Sayramimizni qoq markazida joylashgan halol mir massaji ayollarimiz uchun eng qulaylik bir iliqlikni beradi. Bu yerda ish vaqti ertalabki soat 9 dan 6 gacha. Ha aytgancha, agarda ishdaman, vaqtim bo'lmaydi desangiz, zapis bilan qabul qiladi. Bu yer relaks emas. Bu yerda lechebniy hammasi. Nima uchunligini endi qisqachagina tushuntirib ketaman. Bu yerda aynan tuqqan ayollarimiz uchun eng zo'r narsalar ham bor. Ya'ni chilla saqlamaganlar uchun chilla terisini ham chiqaradi. Tug'ruq vaqtida toza ochilib ketganlarni ham tozini davolaydi. Barcha ayollarimizda uchraydigan bu aynan abida. Barcha ayollarimizda bor, to'g'rimi? Bu abidani massaj orqali chiqarsa bo'lar ekan. Badborudiklari osilib qolgan, eridan uyalib o'tirgan ayollarimiz bormi? Bor bo'lsanglar, kelinglar. Shu yerda endi bez operatsiya bilan yuzingizni chiroyli qilishingiz mumkin. Va yana skulptura litso massajini ham olishingiz mumkin. Qolganini esa kelganda ko'rishingiz mumkin. Sanasam qo'lim yetmayapti. Ko'rsatilgan raqamlardan qolgan savolinglarga javob olishinglar mumkin. Ana endi men massajga ketdim.